Uyghur xalq çöçeklerinden sehi bilen bexil. Burunning burunısida, her kimning ishiga ho'ylisida, langmini cho'ylisida, o'gizisi to'risida, o'chig'i mo'risida, egiz eriqning enicha, cho'nqur eriqning yenicha, eshaklarini hangirtib, putlarini sangilitib yo'l mangdigan zamonlarning birida bu shaharda emas, bo'lak bir shaharda ikki og'ini bo'lgan ekan. Ular bir-birini bir kun ko'misi turolmaydigan, bir non topsa puchuqdan billi yeydigan, hech qanday ishda sening, mening deyishmaydigan jon-jigar do'st og'inlardan ekan. Kishilar bo'lsa, ularning birsini bexil, yana birsini sehi deb atishidi ekan. Oylardan oy o'tib, yillardan yil o'tib, ular bir kuni boshqa bir shaharga berib kelishni maslahatlashibdi. Ve yolda yiyish uchun her ikkalisi bir xurjundan safar to'qichi ve bir qapoqdan suv ilib yo'lga chiqibdi. Ular yo'lga chiqib birinchi kunila bexil sehiga: "Bu yerdan biz bordigan shaharning oraliqi bir oylik yo'l. Her ikkalimiz xurjun qapoqni ko'tarib avar bo'lmayli. Avval sening xurjun qapoqingni bekarlayli, uningdan keyin meninkini yeb ichayli" debdi. Sehi bo'lsa do'stining gapiga "Ha bo'ladi, shunda qilayli" deb javob beribdi. Shuningdan boshlab bexil sehining nenini yeb, suyini ichib yuraveribdi. Shunda qilib cho'l yerim bo'lganda sehining non suyi tugab, bexilninkini yeyishga navbat kelibdi. Ammo bexil do'stini bir qitimmi non yeyli demabdi. Sehi bo'lsa do'stidan bugun non yeyli demisa, ati deb qala deb tama qilib, ochliq, ussuzluq, issiq azobini tortib 3 kunni o'tkazibdi. Bexilning o'zimi do'sti boyada og'ziga bir tishlam non sammabdi. Bir yutum suvmi ichmabdi. Hojatga berishni bahona qilib, cho'ldagi yo'lg'un, to'g'roq va qum dovillarining daldisiga o'tib olib, qo'rsig'ini to'ydirib olib, ochliqdan mag'durdan ketgan do'stini ittik mengishga oldirtib, yetishalmasa orqasida tashlab qo'yib, bir ishki o'n yetim oldiga o'tib olib, do'sti yetib kelib bo'g'icha aram ilib o'ltirib oladi ekan. Do'sti yetib kelganda o'rnidan turib yana mangdi ekan. Shunda qilib 4-chi kuni bo'lganda sehining qo'rsig'i echib, ko'zlari tatishib, jeni bir tomirda qapti. U do'stiga qarab: "Do'stim, ikkimizning uzundan buyanqi og'indarchiligining yuzini qilib bo'lsa-mu, bir burda non bersangchu" debdi. Bexil: "Do'stligimizning hurmati uchun bir non bersam beray. Bir non bersam sen menga nima bersa?" deb so'rabdi. Sehi: "Sana nima lozim bo'lsa shuni beray" debdi. Bexil: "Əmisa o'ng ko'zingni o'yib be. Avval ko'zingni bergandan keyin ondan nonni beray" debdi. Sehi bo'lsa: "Ha, qini o'yib olgin" debdi. Bexil do'stining o'ng ko'zini o'yib olgandan keyin bir non, bir yutum suv beribdi. Aradan 3 kun o'tgandan keyin bexil do'stining so'l ko'zini o'yib olib, yana bir non, bir yutum suv beribdi. Ve ikki ko'zidan ayrilib yo'l yurishdan mahrum qolgan do'stini cho'lda tashlab qo'yib ketib qapti. Ikki ko'zidan ayrilgan sehi silashtirib, mödrib yurib bo'lsa-mu yo'l yurishni davomlashtiribdi. Kech kirganda cho'ldagi bir tüp cho'ng to'g'roqning tuviga kelib qapti. Ve yirtqish hayvonlardan saqlanish uchun to'g'roqqa chiqib, uning ochimiqida tunni o'tkazmoqchi bo'pti. O to'g'roqqa chiqib, ochimiqiga joylashib olib, aram olay deb turganda, cho'ldagi yirtqish hayvonlardan shir, yo'lvoz, iyiq, bo'ra, tulki qatorliqlarning hurkirishib, nari tortib, to'g'roq tuviga kelishayotganlik shapsini anglab, cho'chib ketibdi. Bu yo'g'on to'g'roqning tuvi necha yillardan buyon mushu hayvonlarning bir yilda bir qitim jam bo'lib, ko'rgan, bilganlarini deyishadigan yig'ilish o'rni ekan. Hayvanlar yig'ilib bo'lganda yo'lvoz: "Ha, qani, bir yildan buyanqi ko'rgan anglaganlarimizni deyishib baqayli" deb so'zini boshlabdi va mundaq debdi: "Gapni avval men boshlay. Mushu to'g'roqda bir xislat bor. Agar kimiki mushu to'g'roqning g'ozinidan bir siqimni beliga tugib olsa, bir yilga qolmay bir yurtga podshoh bo'ladi." Yo'lvozning gapi tugagandan keyin shir,
Moşo to'g'raqdan kun chiqish tarafga qarab 20 qadam manganda bir buloq uchraydi. Agar kimiki shu buloqning suyidan ichsa yoki uningga cho'milsa, har qancha saqaymagan palash lahva, oqsaq cho'loq, to'kur maymoq bo'lsa-mu saqayib ketadi, debdi. İyiqa növbət kelganda u kun chiqish tarafdagi tog'dan o'tib bir hafta mangsa bir katta shaharga yetib bağılı buludu. Bu shaharning podshohining kundisi ko'zi bor, oydisi og'zi bor bir qizi bor. Ammo bu qiz tug'ma palash ham ama. Podshoh kech kunduz mush qizning dard piraqida bo'lib, kimiki davolab saqayta olsa, podshohligimni shuningga berman degan bo'lsa-mu, nurg'un teviblar qizning kesiliga iloj qilolmadi. Agar Shirning gepi bo'yicha biror odamzod xislatlik buloqni tepib, suyini shu qizga ichirsa, qizning kesilini saqayta olaydi, debdi. Bayatın beri boshqalarning gepini anglab, navbat kutib o'ltirgan bo'ra kun chiqishdagi tog'dan o'tib 3 kun mangandan keyin o't, suyi mo'l bir yayloq uchraydi. Bu yayloqda bir boy har yili 1000 dan ortiq qo'y boqidi. Men boyning 100 dan ortiq qo'yni yeb ketaman. Boy meni yaram arg'amoqlar bilan qo'g'labmi tutolmaydi. Boyning eg'ilda bir ko'rimsiz qalti quyruq ot bor. Agar meni oshu otga minib qo'g'lasa, cho'qim tutib olaydi. Bu sirni biror odamzod anglab qilib, boyga meni tutib berdigan bo'lsa, boydan nurg'un oltin kumush inom oladi, debdi. Angacha tong etishga oz qapti. Men gepimni davolay deb, gepini boshlabdi tulki. Mushu to'g'raqni udullab kun pech tarafga mangsa, bir qumdo'z uchraydi. Shu yerda Og'maxallarning o'zi bor. Og'maxallar har kuni tushda o'z o'g'illaridan tangi tillarlarini ochqib, optopga selib, osmonga etib o'ynashidi. Agar biror odamzod dal tush vaqtida shu yerga yetib berib, mo'kinib o'ltirib, Og'maxallar tillarlarini osmonga etib o'ynash qiltirganda, "Hoy" deb talpigini osmonga birla atadigan bo'lsa, Og'maxallar qo'rqinishda o'zi qechib kirib ketadi. U odam nurg'un oltin tillarga erishib, boy bo'lib ketadi. Tulkining gepi tugagandan keyin yo'lvoz yuqorqi maxfiyatliklarni ching saqlashni, biror inson bolasiga bildirib qo'ymaslikni qattiq topilabdi. Yirtqush hayvonlar kelar yili dal mush paytda yana mushu to'g'raq tuviga yig'ilish haqida va'da berib tarqilishibdi. Sehi yirtqush hayvonlarning tarqilib ketgan shapsini anglab, to'g'raq ustidan asta tushib, yo'lvosdan anglab olgan gap bo'yicha to'g'raqning pastga sangilgan shoxlaridan bir siqim g'azang serib, balbig'iga tugibapti va bir tal shoxni sundirib, bir hozi yasibapti. Andan keyin hozini to'kildatib, Shirning degani bo'yicha xosiyatlik buloqni izlab, kun chiqish tarafga sanab 20 qadam mangan ekan, tuyuqsiz shaloq shuluq qilib, muzdek so'g'uq suvga tushib ketib, andikib titrab ketibdi. Va bosh ko'zini shundoq bir silg'an ekan, xuddi kun chiqqandek paqirab, ko'zi echilib ketibdi. Xo'shliqda buloqning ko'zida turib qong'uchi suv ichib, badallarini yuyibdi. Sudan chiqib, qo'liga hasini elib, kun petishga qarab mengib, Og'maxallarning o'sini izlab tepib, ularning tamashasini birdam ko'ribdi va talpikini etib, ularni o'rkitib, oltin tillarni qo'yniga sapdi. Andan kayniga yenib, kun chiqishdagi tog'dan o'tib, 1000 qo'yi bor boyning yayliqiga yetib kelibdi va qalti quyruq otga minib, bo'rini tutib, boydan nurg'un pul in'om olibdi. Sehi davomliq kun chiqishga qarab yo'l yuribdi. Yo'l yurgandimi, mo'l yuribdi. Bir hafta bo'ldi deganda katta bir shahri azimga yetib kelib, bir saroyga tushibdi. U bu saroyda yetib qo'pib, bir qancha kun dam elib, shahar ko'chalarini aylanib, ko'ngil qarnini echibdi. Bir kuni iyiq deb bergan podshohning heyliqi kesal qizi esiga kelibdi va saroyvanga "Men asli usta tevib edim. Bu shaharga bu vaqtcha boshqa teviblar davolab saqayta olmagan ko'ni kasallarni davolab saqaytqili keldim. Atidan boshlab davolanmoqchi bo'lganlar mening qishimga kelsin", debdi. Saroyvan uning bu gapini shaharning hamma ko'chalariga kirib chiqib, hamma odamga anglatibdi. Kunlardan bir kuni bu xabar podshohning quliqiga yetibdi. Qizim endi saqaymaydi deb umid uzgan podshoh xushalliqida xabar yetkazguchilarga so'yinchi beribdi. Podshoh salofat sifat kibr takabburliklarini bir chetga qayirib qo'yib, vazir amirlarni kayniga selib, uning qishiga salomga bormoqchi bo'pti. Buni ko'rgan vazirlar: "Saltanatlik shohim,
Sili qarab turib bir kambag'al tevibning oldiga orda ahlini agashtirib salomga basila, o'zlarining obro'ylari to'kilmamdi. Onundan ko'ra, uni buyruq bilan ordaga chaqirtayli, deyishibdi. Bu gapni anglagan podshoh, kimning kimga hojati tushsa, hojatman cho'qim uning oldiga berish kerak. Buningda shoh, gadoy deb ayrilmaydi. Hozir mening shu kishiga hojatim tushdi. Men uning oldiga berishim kerak, debdi-da vazirlarni agashtirib saroyga yetib keldi. Podshoh o'z qizining kasallik ahvolini bayon qilib, agar davolab saqaytalisa, qizini to'y qilib shu kishiga beradiganligini, ham podshohlikni beradiganligini va'da qilib, bir nomi yezib, oltin muhrni besib beribdi. Sehi podshohning qizini saroyga akeldirib, ayrim bir eg'iz uyni jabdib, davolashga tutish qildi. U dardga davo, ranjga shifo bo'ladigan xosiyatli buloqdan suv to'shtirib elib olgan ekan. Qizga bu suvni ichiribdi va badanlarini yudiribdi. Uzoq o'tmay ko'zi ko'rmas, qo'li tutmas, puti basmas, tili so'zlamas, terisi sezmas bu qiz 14 kunlik to'lin oydek parqirab, barliq kasallardan salla maza saqiyib, otasi bilan yuz ko'rishgili o'rniga qarab yuguribdi. Qizini ko'rib, xo'shliqdan podshohning yuragi yerilib ketgili tas qapdi. Bütün shahar xalqini yig'ib, 40 kech kunduz katta to'y ma'raka qilib, qizini sehiga o'ylantirib qo'yibdi va podshohligini o'tkazib beribdi. Endi gapni Bexildan anglayli. Kunlardan bir kuni Bexil sehining bir shaharga podshoh bo'lib, yurt so'rab yurganligini anglab, hayroni has qilib, o'z quliqiga ishonolmasdan shu shaharga berib, ishning tegi-taktini o'qib kelish uchun safarga chiqibdi. Bir qancha kun yo'l yurgandan keyin sehining shahriga yetib keldi va bir saroyga tushib, shahar ko'chalarini aylanib, sehining ahvolini tinglashga boshlabdi. Ko'p surishtirish orqali Bexil bu shaharning podshohi dal o'zi ishki non uchun ishki ko'zini o'yib bilib, cho'lda tashlab qo'yib ketgan do'sti Sehi ekanligini bilibdi. Va qandoq qilib podshoh bo'lganligi, ko'zining qandoq asliga kelganligini texmi bilgis kepdi. Mushu maqsad bilan u bir kuni hashamatlik shoh ordisiga qarab yo'l opdi. 40 darvozaga qo'yilgan jesakchilarning qatmuqat tekshirishlaridan ming tasti o'tib, aran deganda podshoh sariga yetib keldi. Qarg'udek bo'lsa, do'sti Sehi beshiga shohlik oltin tojini kiyib, saltanatlik oltin kursida hashamat bilan har xil chekish ishlarga farmon tushirib o'ltirg'idek. Taxt ostida bir qancha yuzlagan vazir amirlar, orda arkonlari qo'l bog'lab, xo'sh, shunda qilili deyishib, podshohning amriga ta'zim bajo keltirib turg'idek. Bularni ko'rib, Bexilning put-qo'liga titrak olishib, yuragi selishga boshlabdi va o'zining bu yerga kelib qolganligiga ming bir pushaymonlarni qildi. Bexil uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxir Sehining mard, tuz, oq ko'ngillikligini esiga elib, podshoh mendan o'chini elib kallamni olarmi yoki umrlik zindonga selib etarmi degan g'am qo'rqinishlardan neri bo'pti. Dard etish navbati dadxohlar qatoridan o'rin elib turgan Bexilga kelganda, u so'rinning o'ttirsiq silingan ipak gilam ustiga yugurib berib, podshohning oyiqiga bosh qo'yib, "Dod podshohim, nodonlikda ezib qelib, eski ko'ylarda bo'lib, gunoh savalliklarga chirmilib qoldim. Kichigimda tuz ko'ngil, oq niyat edim. Cho'ng bo'lgan siri niyatim buzilishga boshladi. Ikkimiz kichigimizda umrlik jon do'stlardan edik, lekin bir qitimliq safar ustida nafsimning kayniga kirib, o'zlariga do'stligimizga xiyonat qilib, o'zlarini azob oqibatlarga duchor qilib, inson qilibidan chiqdim. Bugün aldılarda turibdiman. Mening eskiligim uchun meni ming qitim jadu bilan to'g'rab, qoqdak, quloqdak qilib asilimi uval bo'lmaydi, deb ön silib, hur yig'labdi. Bu ahvolni ko'rib, butun o'rda ahli hayron qilishibdi. Do'stining yig'isini anglab, podshohning oq ko'ngilligi tutib ketib, butun o'rda ahlini aram elishga qo'yib berib, shohlik taxtidan tushib, do'sti Bexilni yo'lab o'rnidan turg'izibdi. Va o'zining oliy mehmonxonasiga boshlab, turlik tuman nozu ne'mat, meva-chevalar bilan obdan mehmon qildi.
va bir qancha kun o'z yinida elib qilib holidan xabar opdi. Yaxshi sarpay, pul puchak hadiya qipdi. Bir kuni tushlik tamoqdan keyin podshoh dunyoda azmaydigan inson yo'q. Bir qatim yomon ish qilib qayta sodir qilmasa, uni kechirib etishga bo'ladi. Hammadan niyat a'lo. Manga qilgan barliq yomonliklaringni kechirdim. Do'stligimiz burunqidek davomlashaversin, deb o'zining sehi, mard, oq ko'ngilligini yana bir qatim namoyon qildi. Va do'sti Bexil ko'zini o'yib olgandan keyin qandoq qilib qeri to'g'roq tuviga kelib qolganligini, to'g'roqning ochimiqida turib hayvonlarning gapini qandoq anglaganligini, ularning har birining nima deganligini, ashu hayvonlarning digini bo'yicha ish qilib, oxir o'zining baxt xazinasiga erishib, podshoh bo'lganlik sarguzashtlarini bir-birlab so'zlab beribdi. Bu gapni anglab yetib, Bexilning sehiga bo'lgan hasadxo'rligi mingaz o'rlab, qo'sqiga jin kirib, ikki do'st billa safarga chiqqan heliqi yo'lda o'zi yolg'iz yana bir qitim mengib, heliqi to'g'roqni tepib, hayvonlarning so'zini anglab, mushu shaharga kelib, do'sti sehini podshohlikdan o'rib yetib, uni zindonga selib, o'zi uning o'rniga podshoh bo'lish, chiroyli malikini tortib olish yomon niyatini ko'ngliga pikibdi. Podshoh sarguzashtlarini bayon qilib bo'lishi bilan Bexilning ketgisi kelib turolmay ketishga ijozat so'rabdi. Podshoh yurtga qaytib borgandan keyin nemish qilmoqchisan deb so'rabdi. Bexil men mo cho'ldagi to'g'roqni tepib, shir yo'lvoslarning maxfiyatlarini anglab olib, o'zlari mangan yo'lda mangmoqchiman debdi. Podshoh do'stum, men sana ömrüň boyu işiltip bolanmagıdak altın kömüş beray. Xalısan yenimde 10 qol vazir bolup qagın. Lekin bu yolga mangma. Çünki o hayvanlar naayeti sezgür. Ola məxbiyetining aşkarınıp qağanlığını bilip qalsa, o yerge yıqınlaşqan insanı tirik qoymaydı, depdi. Lekin Bexilning ko'nglidagi yomon niyati onu tinish qo'ymabdi. Har qanday qilibmi o niyatidan yanmabdi. Do'sti sehining nasiyatini bo'lsa, mendan qizg'inib deb tushunib, o'z gapida ching turibdi. Do'stiga nasihat kar qilmaganligini ko'rgan podshoh uningga bir dona yaram arg'amoq osh oziqlarni berib, izzat ikrom bilan yo'lga sep qo'yibdi. Bexil bir qancha kun yo'l yurib, cho'lning o'ttirsidagi to'g'roqning qarisini ko'ribdi. Xo'shalligida arg'amoqdan sakrab tushib, otni kelgan yeringa ket deb kelishtirib qamchi bilan so'ngichiga birni urib haydib etib, o'zi bir tüp yolg'onning tuviga kelib yetib, kunning patroq kech bo'lishini to'rt ko'zi bilan kutibdi. Kech kirib ko'z bog'langanda yolg'on tuvidan sakrab chiqib, odul to'g'roqqa qarab quyundek yuguribdi va to'g'roqqa chiqib uning ochimiqiga joylashib o'ltiribdi. Birdamdan keyin yo'lvoz, shir, iyiq, tulkilar taraf-tarafdan nari tortib, hurkirishib yetib kelishga boshlabdi. Odati bo'yicha yo'lvoz avval gap boshlab, "Bu yil bizdan omad qochgan bir yil bo'ldi. To'g'roqning xosiyatini bir kim bilib olgan o'xshaydi. G'azanglarni seribapti, shoxlarini sundiribapti", debdi. Shir, "Buloqda bir kim yuyunib, buloqning ko'ziga to'p tiqib etibdi. Suyimi bultirqidan ozlab ketibdi", debdi. Iyiq, "Bu yil bizning ishlarimiz qamlashmadi jo'mo. O'tgan yili men sizlarga so'zlab bergan kun chiqish tarafdagi podshohning heliqi kasal qizi saqiyibdi. Yoq yurtdan kelgan bir odam podshohning qizini opdi va podshoh bo'pti. Bugungi so'rinimizga bo'ri kelmabdi. Buningda bir sabab bor. Bo'rining bultir qilgan gapi o'ziga dushman bo'lib, beshiga chiqqan gap bo'lmis kelmay qolamdi", deb so'zini tugatibdi. Buni anglab o'ltirgan boshqa hayvonlar ras shundoq deyishib, aloqizodi bo'lishib ketibdi. Oxirda tulka so'z qilib, "Bu yil og'bahalla oltin tillalarni optapqa selib etib o'ynamaydigan bo'lib qoldi. Men mo ko'ngil etishdan mahrum qoldim. Og'mahallaning oltin tilla tangilarini biror odam kelib bulab ketgan o'xshaydi", debdi. Hayvonlar hech qandaq yangi gap qilmasdan bir yildan buyanqi kelishmasliklarini so'zlashib, pushuldishib, ichib pushib o'ltirganda yo'lvoz, "Hey og'inlar, bizning bultir mushiyada qilishgan gaplarimizni biror odamzod bizga yaqin bir yerga yo'shirinib olib, tinchib olmagan bo'lsa, undaq ishlar bo'lmaydi jo'mo", debdi. Shir, "Mushu turqidimi biror odamzod gapimizni tinchavatamdikin deb gumon qilyapman", debdi. "Durust, men shu topning o'zida odamzotning purqini sezivyapman", debdi iyiq.
Bu gapni anglagan Bexilning put-qo'llariga titrak olishib, yiqilib tushgili tas-tas qapti. Iyiqdan keyin tulka "Men uning qayerligini topaychu?" deb atrofni cho'rgilashga boshlabdi. Birdamdan keyin yetib kelib, "Topdim. Sezgir burnum bilan purab, o'tkir ko'zlarim bilan sinchilab qarasam, u tayyorda bizning beshimizga chiqyapti emasmi? Ana, to'g'raqning ochimiqida o'ltirdi u." deb o'ng putida ishorat qilib ko'rsatibdi. Darg'azab bo'lgan yo'lvoz ochiqida nari tortib to'g'raqni shundoq bir irg'itgan ekan, put-qo'lida jon qonmagan Bexil xuddi Jag'alvayning og'zidan tushib ketgan qumchoqdek to'g'raq tuviga paloqqada tushib o'libdi. Yo'lvoz, shir, iyiq tulkilar uning go'shini yeb, so'ngikini osmonga purkib etibdi. Badniyatning qozini to'shuk degan tamsil ana shuningdan qolgan ekan.